nurg'un Uyg'ur oshxonalari taqilib mana shunday vaziyatda biz biladigan Ro'zbay oshxonasi, Bayiloya degan. Bu bağansiri ko'payib, hozir nega assa, shuning xaridori o'chratib turib tamoq yeydigan mana shunday vaziyat shakllandi. Buningki bosh direktori Ro'zmahmad o'z Beyjingda cho'ng'igan bola, o'zi bu korxonani ait ilmiy boshqarib, har bir odamning, har bir tarmoq do'konninki boshlig'ining manfaatini pay bilan qo'shib olganligi uchun hatto asosli oshpazlarning hammasining bu shirkatda payi bor. Bunda bo'lgandan keyin tamoqning chiqishimi tez, ham sifatli, ham xaridor ko'payayotgan mana shunday umumiy yaxshi vaziyat shakllandi. Hozir bu Beyjingda 15 ni echib bo'ldi. Bundan keyin Beyjingda 50 dan ortiq ochaman deydi. Demak, mana shunday korxonalar ilmiy boshqarish usuli bilan boshqaruvchilar, xizmatchilarning manfaatini yaxshi birlashtirib olganligi uchun oxirgi hisobda shaxsiyatchilik yoki shaxsiy manfaat kollektivning manfaatiga qarshi bir omil emas, aksincha shaxsiy manfaat kollektivning manfaatiga bir foydali omil bo'lgan. Kishilar qanchalik shaxsiy manfaat uchun ishlasa, kollektiv foydalangan mana shunday vaziyat shakllandi. Shuni yig'ib aytganda, korxonchilikda biz cho'qim shaxsiy manfaatni hurmatlashimiz kerak. Har bir xizmatchining, har bir direktorning shaxsiy manfaatini nazarga olishimiz, uni hurmatlashimiz kerak. Ham shirkatning umumiy korxona madaniyatini shakllantirgandimi, hargiz ma'lum bir kollektiv manfaat uchun, ma'lum bir kollektiv orzu uchun yoki millat uchun, yurt uchun, vatan uchun degandek mandaq abstrakt ideyalarni majburiy ting'ish qolmaydi. Hozir men nurg'un korxonalarni ko'ryapman. Ma'lum bir shunday ommaviy ideyani, kollektiv ideyani korxona madaniyati deb tingish orqali shaxsning shaxsiy manfaatiga hurmat qilmaydigan ahvollar bizning yurtimizda ham boshqa yerda ko'p mavjud. Bundaq shirkatlarda umid yo'q. Bo'libmi umid yo'q shirkat bir qism texi xayr saxovat mandaq ishlarni buni kollektivning irodasi deb haqiqiy shirkatning o'zining boshqarish usulini ilmiy qilmasdan mandaq g'oyibiy bir narsani tanqan shirkatning foydamligi texmi tasvildi. Har bir odamning shirkatning har bir boshqaruvchisi, har bir xodimining shaxsiy manfaatiga kapolat qilgan shirkatlar, shaxsiy manfaat uchun pul tepish uchun tirishgan shirkatlar, aksicha bularning puli texmi ko'payib, xayr saxovat ishlarini yoki ommaviy ishlarni yaxshi qilyotdi. Ommaviy ishlarni bir dastak qilib olib, shuarga aylantirib olib, ilmiy boshqarish usulini qo'llanmagan shirkatlar aksicha ziyon tortadi. Shunga deymiz, ittifoqlikning asosi shaxsiy manfaat.